Uyghur edebiyatının parlak yıldızı, ataqlıq tilşünas alim Mirza Əlişir Navai özünün hikmetlik sözlerinin biride mundaq degan ekan. Ana şərəf gövhərinin kani bil, gövhər kani her ne desen ani bil. Bu sözler addi bir bayan olmasın, belki anılarının ulug' ruhiyetiga, kudretiga ve insaniyetinin mevcutluğundaki halkılık ornuğa qartilgan çoğunqur felsefi mediye. Hakikaten ana degan ulug' zat sizni bedelsiz, şartsiz ve cheksiz mehr muhabbet bilen suydigan, barlığını ayımay sizge taqdim qiladigan birden bir insandır. O hatta canını mı ikkilenmey pida qilishga tayyor turdi. Sizning xo'shalligingiz uning xo'shalligi, sizning g'amkinligingiz uning g'amkinligi. Uning qalbi daryoda keng, bag'ri quyoshdak illiq, ruhiyati o'tdak jonliq, fidokorligi cheksiz bo'lgan bir odamzoddir. Uning qalbidagi cheksiz mehr shafqatni dunyoning mol mulki yoki har qanday qimmatli narsasi bilan o'lchash mumkin emas. Ananızdan başka hiç kim sizni bundak bedelsiz, şartsiz ve cheksiz suyalmaydi. Bu hakikatni idrak qilish inson uchun eng muhim bir felsefi ders. Hatta sizning öz qon jiningizning barliqqa kelgan, yurak paringiz bo'lgan farzandlaringizmi sizni anangiz kabi bedelsiz, şartsiz, cheksiz suyalmaydi. Ularning sevgisi belki sizning ularni beqib, tarbiyalab, qatarga qo'shganligingiz sababidan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Bu ularning sevgisining qimmatini tuvaletish emas, balki onaning mehr muhabbatining cheksizligini texmi gavdlantiradigan bir nuqtadir. Hayot yo'lingizdagi eng yaqin do'stlaringizning sizga qarta sevgisi odatda bir sabab ustiga quriladi. U balki sizning faziletiniz, artıqçılığınız, ötkür aklınız, ilminiz yoki sizden keldigan birer payda menfaat yüzünden şekillenishi mumkin. Bundaq sevgi ko'pincha vaqtlarda vaqtliq bo'lib, sizden şu alohidlik yoki payda menfaat yo'qolib ketgan hamon u do'stlarning sizdan yiroqlashishi ehtimolga yaqin. Bu bir reallik. İnsani münasebetlerinin murakkabligini aks ettirdigan bir mesele. Lekin ananın mehr muhabbetide bundaq şartlar, bundaq hesap kitaplar asla yok. O hiç qandaq maddi yoki ma'naviy chiqim bilan o'lchanmaydigan, hiç qandaq vaqt chekilmasiga uchramaydigan mutlaq sevgidir. Ana, yalğızla ana sizni hiç qandaq shartsiz suyudi ve bo'lg'iningizdak qabul qiladi. Sizdeki hamma narsani, hatta kamchiliklaringizni, ayiblaringizni suyudi. O sizga doim yaxshilik va xayrlik tilab duo qiladi. Uning eng cho'ng arzusi sizning eng baxtli, eng boy va eng hurmatli kishi bo'lishingizdir. O qilganlari uchun sizdan hech qanday mukofot yoki tashakkur kutmaydi. Sizdan hech qanday beg'ish yoki qurbonlik talab qilmaydi. Onun için en çok mükafat, en katta beg'ish sizning baxtlik bo'lishiniz, chiroyingizdagi tabassumning julalanishi ve hayotingizdagi muvaffaqiyatlarni ko'rishdir. Ana shundoq bir ulug' zotki, agar uningdan yiroqlashsangiz, sizga texmo yaqinlashishni orzu qiladi. Kunduzlari ko'zlari yo'llarda, kechalari qo'llari duoda bo'ladi. Agar uningga yaxshilik qilsangiz, sizni dua tilakları bilen oraydı, razılık bilen korşaydı, mehr muhabbetki tolgan köz yaşları bilen suyudu. Hatta onunla yamanlık kılsınız, yoki asilik kılsınız mı, yanıla sizni suyudu, sizge yaxşılık tileydi. Siz üçün azaplanıdı ve kaygırıdı. Bu hissiyat gazaptin yoki nefretin emas, belki sizin doğru yolu qaytışınızı ümit qilib, yiroqdan quchoqlashingizni kutib shunday qildi. Bu fidokorlik, bu keng qursaqlik dünyada anadan başka hiç kim yok. Ana nima degan ulug', nima degan suyumli zot ha? Onun bu ruhiy kuchi ve iradesi inson ruhining cho'nqurligini ifodalaydi. Ana siz bilan kechalarni uyqusiz o'tkazadi.
her bir nefsinizni kuzatadi. Her bir chiroy ifodangizning o'zgarishiga endishi qiladi. O sütü bilen sizni beqib, hayotingizning asosi mustahkamligini yaratıdı. Qo'li bilan tamoq beradi, badaningizni pokizlaydi, eng go'zal kiyimlarni kiygizadi, sizni ko'ksida ko'tarib yuradi, tizig'i o'tirg'izib erkalatadi, sizga qo'shiq aytadi, balalar naqshlarini aytib xultadi. Hayotingizning dastlabki go'zal aslimlarini o'rtoqlashadi. Bu mehr şefqatning cho'nqurligi, bu fidokorlikning tangdoshsizligi kimning qalbini larzaga solmas? Anadan bek şefqatlik yoki mehribon bir insonni ko'rdingizmi? Meningcha bundaq bir inson bu olamda yo'q. Ana hayotlikning manbasi, mehr muhabbatning tushuntirguchisidir. Ana o'zi yemay, siz yegandilar yeydi. O'zi ichmay, siz ichgandilar ichidi. Onun için sizning qarningizni to'yg'izish, tashnalig'ingizni qondirish o'zining har qanday ehtiyojidan muhim. O'zi uxlamay, siz uxlagandilar uxlaydi. O'zi aram almay, siz aram algandilar aram oladi. Bu bir ömürlük qurbonlik. Kesel bo'lib qolsangiz, u tang kesel bo'ldi. Sizning og'riqingiz uning qalbida ikki hassa azobga aylandi. Saqaysangiz tang saqaydi. Qayg'ursangiz tang qayg'urdi. Xo'shalliqingizda jon jahli bilan xo'shal bo'ladi. Koinotda bundoq pok hissiyat va saf xarakterga ega boshqa bir inson bormi? Mana bu ananing ulug'ligini, uning cheksiz mehr shafqatini gavdlantirdi. Uning hissiyoti o'z balasining hayoti bilan ayrilmas bog'lanib ketgan bo'ldi. Ana 365 kun, ya'ni yıl boyu dem almay, hatta kecha kunduz demay ishlaydi. Uning hech qanday ta'tili yoki bir dem elish kuni yo'q. Uning qalbi oilasi va bolalari uchun hamisha jiddiy holatda so'qib turadi. Uxlasimi bolalarining g'ami bilan uxlaydi. Uyg'onsimi bolalarini o'ylab uyg'onadi. Oilasining baxt saodati, bolalarining va jurisining rohati uchun chechini supurgi qiladi. Bu yolda qo'lidan kelganning hammasini qiladi. O'zining rohatini bo'lsa unutib ketadi. Ayolning ishi yo'q deydiganlar qani javob berib boqsin. Dunyoda ananing ishidek tugamaydigan, hech qanday maosh olmaydigan, dam oladigan kunlari bo'lmaydigan, kecha kunduz demaydigan, yilda birer kunmi ta'til bo'lmaydigan, o'z ichidan kelgan qizg'in muhabbat bilan minnatsiz qilinadigan ve yıl boyu davamlaştıran bir iş var mı? Anadan başka qandaq bir insan bunun içindeydi. Şunu deyişki buludu ki, ana 24 saatlik hizmetçi. Hemme işini birla vakitte kılalaydıgan kahraman. Balalar için hemişe ciddi halata durduğun asker. Ama hiç kim mukafat yoki dem eliş bir bakmaydıgan, maşina adamga o'xshash harmaydigan acayip bir insandır. Ananing fidokorligi haqida minglarcha dastonlar yozilsimi, necha ming yillar davomida she'r qo'shoqlar to'qilsimi, yanada ozlik qiladi. Yanada uning cheksiz qurbonligini to'liq ifodalab bo'lmaydi. Chunki ananing mehr muhabbati va fidokorligi o'lchamsiz bir ihson bo'lib, hech qanday til, hech qanday so'z uning cheksizligini tasvirlab berolmaydi. Bu insaniyet ezelden tartıp mediyalep kelivatkan, eğiziden düşürmeydiğen bir mukaddes kıymettir. Ananın rolü, mevcutlukның menbesi ve milletin kelgüsü. Bala tuqqanlarning hemmesi ana degan ataqqa ega bo'laverdi. Ammo haqiqiy ana fiziologiyalik tug'ut bilanlar chegirilinib qolmaydigan, balki o'z farzandining qalbiga iymon, ruhiga jasorat, aqliga farosat urug'ini chaqalaydigan ulug' bog'vandir. Bundaq ana bir bütün milletning taqdir iqinini o'zgartirishga qodir bo'lgan buyuk kuchdir. U o'z qo'ynida qahramon botirlarni, elga yo'lboshchi qo'mondonlarni va insoniyatga mash'al bo'lg'uchi olim ulamolarni yetishtirib chiqalaydi. Uning tarbiyasi faqat koinotda shaxslarni emas, butkul bir davrni yaratadi. Ana jamiyat deb atalgan oliy imoratning ulteshi,
Aile deb atalgan muqaddas qo'rg'onning jini va hayotlik bog'chisidagi har bir farzandning tunji maktabi, shundaqla bu maktabning tunji muallimidir. Ana yer yuzidagi eng nozik maxluq bo'lish bilan birga eng kuchli inson bo'lganligi uchun uning quchug'ida kuchli va irodali avlodlar yetishib chiqadi. Shu orqali u jamiyatning ma'naviy asosini quradi. Hatto tarixning yo'nalishini o'zgartirishga turtki bo'ladi. Darhaqiqat katta imperiyalarning shon-shavkati, ulug' shaxslarning porloq iznolari va fazilatli jamiyatlarning gullanishi zamonlarning bo'shlig'ida tasodifiy paydo bo'lib qolgan emas, balki bir onaning shartsiz sevgi muhabbati, po'latdek chidamchanligi, dengizdek cho'nqur aql farosati va bitmas tugumas o'gitlardan ozuqlanib barliqqa kelgan. Haqiqiy ana farzandlarining g'ofillik uyqusidagi ruhini uyg'otadigan, ularning insoniy mohiyatini kuchlantirib, odamiyligini eng yuksak pallaga ko'taradigan karomatlik, shifoliq doriga o'xshaydi. Uning har bir so'zi qalbga temetilgan hayotlik tiryoqi sifatida farzandning vujudidagi yaxshilik, ma'rifat va haqiqatga bo'lgan intilishni jonlantirdi. Haqiqiy ana qorong'ulikda yo'lidan adashganlarning yuragiga iymon va g'oya mash'ilni yaqalaydigan, ularga to'g'ri yo'lni ko'rsatib beradigan rahbar anadir. Haqiqiy ana o'z vujudidan muhabbat, poklik va odamiylikning nurini atrofga chachquchi, koinotni yo'ritquchi mehribon quyoshdir. Uning tabiati sudak yumshoq, ipakdak nozik, ko'ngli shunchalik mehribon ko'ringan bilan, lekin vatan, millat va dinning sharifi xavfga uchraganda u tuyuqsizla qaddini ruslab, tog'dak hayvatlik, po'latdak qaysar va yo'lbosdak yuraklik bir qahramonga aylanadi. Hech qanday shak shubha qabul qilmaydigan haqiqat shuki, insoniyat tarixida muvaffaqiyat qozongan har bir ulug' insonning orqasida cho'qim bir irodali, fidokor va farosatli ona bor. Chunki onalar faqatla farzandlarni jismoniy jihatdan dunyoga keltirguchi emas, balki ularni ruhiy jihatdan yetildirib, kattalardan qilib chiqadigan eng ulug' maktabdir. Ammo bu yetishtirish jarayoni hargizmi tasodifiy holda o'zligidan bo'lib qolmaydi. Balki bir onaning oldin ola tuzgan mukammal plani, aniq nishoni va pulatdak qaytmas irodasi bilan amalga oshadi. Mashhur Hanbali mazhabining imomi Ahmad ibn Hanbal o'z onasi to'g'risida bunday deydi: "Onam meni bomdod namozidan xeli burun uyg'otdi. O çağlarda mən texi 10 yaşlıq bir bala idim. Qışның qahratan soğuk günlərdə anam mən üçün su isitib verib taharat elişimə yardımlaşdı. Ondan ikkimiz birlikdə tahajjud namazını oxuyduq. Bomdod namazıga azan aytilganda anam meni yetilab, qarang'u ko'chalarni yo'ritib masjidga elib boradi. Masjid uyimizdan yiroq bo'lganlikdan u meni masjidga kirgizib qo'ygandan keyin o'zi toki darsim tuguguncha darvoza oldida meni savrchanlik bilan kutib o'tiradi. Men bomdod namozini o'qib, ustozimdan olgan Qur'on Karim savoqlarimni yodlab bo'lguncha tush vaqti bo'ladi. Ondan ikkimiz birlikda uyga qaytdik deydi. Bu ko'rinish bir onaning irodasining farzand istiqbolini qandoq yaratganligining jonli isbotidir. İmam Şafii'mu atasidan yetim qilib, butunlay onasining tarbiyasida o'sgan, onun farosatli onasi amdila 4 yoshga kirgan o'g'lini kelgusida islom dunyosining yetakchi ulamolarni qilib yetishtirishni niyat qilib, G'azzadan ulamolar va ustozlar to'plangan ilim ma'rifat buyishki bo'lgan Makka mukarrama shahriga hijrat qildi. Bu fidokor ona o'g'lining o'qish va turmush xarajatlarini qamdash uchun kishilarning kirqatlarini yuvib berishdek eng jafoliq ishlarni qilishdan yonmaydi.
Ana bala ikkisi bir egizli kichikkina uyda yashaydigan bo'lib, uyning yerimini kitob va qo'lyozmalar egilaydi. Bu irodalik ana har qanday qiyinchilikqa bosh egmay o'g'lini o'qitib, butkul islom ummatiga o'chmas xizmatlarni qiladigan buyuk olim qilib tayyorlay oldi. İmam Buxoriymi yetim o'sgan bo'lib, uning onasi o'g'lining kelgusi uchun barlig'ini atgan edi. U yo'ldoshidan qolgan meros pulning hammasini o'g'lining ilm tahsil qilishiga sarf qilib, uni Makka Mukarrama shahriga elib keldi. İmam Buxoriy onasining bu fidokorlik soyasida Makkada 16 yıl turib hadis ilimlerini pishiq o'rganadi va sahih hadislarni to'plab chiqadi. O'zining o'chmas asari Sahih Buxoriyni butkul islom ummatiga meros qoldirdi. Bu asarning har bir harfida u fidokor onaning duosi va umidi mujassamlangan. İstanbul'ni fath qilgan ulug' qo'mondan Fatih Sultan Muhammadning onasi alohida planliq yetishtirgan. U o'g'lini kichikidilla doim igiz tepalarga chiqarib, Iroqdagi İstanbulning mustahkam sepillarini ko'rsatib turib, uning qalbiga "Ey o'g'lim, sen Allohning irodasi bilan aşı sepillarni besib o'tib, İstanbulni fath qilsan. Rasulullohning bishorati sana nasib bo'lg'isi" deb bir ulug' g'oyani singdiradi. Bu tirishchanlik sayesinde o'sha tirishchan onaning fidokorligi va o'zliksiz ilhamlandirishi bilan Fatih Sultan Muhammad bu ulug' maqsadni qalbiga pukkan bo'lib, o'zidan ilgiriki nurg'un qo'mondonlar va podshohlar orzu qilib yetolmagan bu buyuk fathini Alloh taolaning irodasi bilan amalga oshirdi. Adem atımız ve Havva anamızın yaratılışı bilen teng tarih sahnesiga qadam baskan insanlar öz tarixida son sanoqsiz murakkab voqealar, siyosiy ve ijtimoiy hodisalarning shahidi bo'ldi. Tabiiyki bu tarixiy hodisalarning yoshurun parovozi sifatida analarning roliga hergiz sel qarashga bo'lmaydi. Chunki analar meyli islom tarixida yoki islomdan burungi tarixlarda bo'lsin, ularning ta'siri hamisha hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib kelgan. Islom dinimiz bo'lsa, ayollarning jamiyatdagi o'rni va haq-huquqlari alohida vahiy orqali muayyanlashtirilib, ularning qadr-qimmati misli ko'rilmagan darajada yuqori ko'tarildi. İslam tarixi ayollarning qo'lga keltirgan natijalari va yaratgan ulgular bilan zinnatlangan. Musulmon ayollarning tuhfalari hech qachon erlarnikidan kam bo'lmagan. Shunga Alloh taolo onalarning o'rnini va jamiyatdagi rolini insonlarning qalbida texmi cho'nqurlashtirish uchun Hajar, Asiya, Maryam, Xadija, Ayşe analarımızga o'xshash nurg'un ulug' analarga munosabatli voqea va hadislarni Qur'on Karimda ba'zida oshkora, ba'zida ishorat qilish orqali bayon qilib o'tgan. Masalan, Hajar anamiz bu anamizning sabr toqati va Allohga bo'lgan ishonchi sababli qip-qizil cho'llikdan Zamzam buluqi apridi bo'lgan bo'lsa, uning ikki tog'ning orasida yugurishi barliq musulmonlar uchun qiyomatgacha davom qiladigan sa'iy ibodati islomning simvollik ibodatlaridan turib bekitilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga tunji bo'lib iymon etgan, uning da'vatini hech ikkilanmay qabul qilgan va barlig'ini bu yo'lga atgan kishi ayol, ya'ni Xadija radhiyallohu anha. İslam tarixida haq yo'lida tunji bo'lib jinini qurbon qilib, shahidlikning eng oliy martabasiga noil bo'lgan kishi bu ayol, Sumayya radhiyallohu anha. Umar ibn Xattob, Xolid ibn Valid, Salohiddin Ayyubi, Fatih Sultan Muhammad, Ustuq Bug'roxon, Muhammad Amin Bug'ro, Sabit Damollam, Ahmadjon Qosimi, Zeydin Yusuf qatorliq islom va millat tarixini yuritgan büyük qo'mondonlarni yetishtirganlar dal ashu ayollar, ya'ni ularning onalari edi. Ayollar jamiyatning son jihatdagi yerini tashkil qilgan taqdirdimi,
ularning jamiyatga ko'rsatgan ta'siri jihatdagi salmoqligi nihoyat og'ir. Chunki onalar jamiyatning ulu bo'lgan oilaning tunji muallimi va axloq me'mori bo'lib, balalar tug'ilgandan tortib onalarning diyonatini, axloqini, dunyo qarashini eng avval o'zlarining ruhiyatiga singdirdi. Shunga bir millatning kelgusini bilishni o'ylasak, o millatning onalarining ahvoliga qarash kerak. Qur'on Karim Hazreti Maryamdek poklik simvoli, Fir'avnning ayoli Osiyadek imonini ching turgan o'lgulik ayollarning, shundaqla Yaman malikasi Bilqisga o'xshash jasoratlik va tadbirlik davlat boshqaruvchi ayollarning qissalarini bayon qilish orqali ayollarning islomdagi o'rnining naqadar yuksak ekanligini muayyanlashtirgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning va sahobalarning zamonida ayollar erlar ishtirok qilgan barliq ijtimoiy, iqtisodiy va harbiy sohalarning hammasida aktiv rol o'ynagan edi. Hatto 2-xalifa Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning xalifalik davrida Shifa binti Abdullah ismli bir sahoba ayolning bozor boshqarish va nazorat qilish ishlariga mas'ul qilib tayinlanganligi tarixiy manbalarda ma'lum. Iniqki bozor boshqarishdek murakkab vazifa yuksak aql farosat, adolat tuyg'usi va boshqarish iqtidorini talab qiladigan muhim bir vazifa. Afsuski ayollarning islom da'vati va jihad yo'lida ko'rsatgan xizmatlari, shundaqla har bir islom davridagi roli shunchalik katta va muhim bo'lgan turqliq keyingi asrlarda bir qism nodonlik va bid'at qarashlarining ta'sirida musulmon ayollarning g'alabalari tilga ilinmaydigan, ularning roliga ahamiyat berilmaydigan, ularni jamiyatdan yaklab uyda o'tirishga qistaydigan, islomning asli ruhiga butunlay yot bo'lgan chaqiriqlar va fatvolar ko'payib ketgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning va sahobalarning zamonidagi erlar bilan bir safda jihodga chiqqan, ilm so'rovlarida olimlar bilan munozirlashgan, barliq ommaviy ibodatlarda va da'vat so'rovlarida erlardan qilishmaydigan ayollar keyingi asrlarda, xususan musulmonlar chekinishga boshlagan davrlardan biri o'zlarining jamiyatdagi o'rnini yo'qotib, faqatla bola tug'ish va tomoq etishdan boshqa ishga yaramaydigan bir tuvar o'ringa tushirib qo'yildi. Natijada ayollarning har soha bo'yicha bilim egilishi cheklanib, ularni bu yo'ldan chekindiradigan qizlar o'qisa ta'laysiz bo'lib qoladi. Qizlar baribir xalqning bolasi, boshqa uylarga ketadi u. Ularni o'qitib nima qiladi deganga o'xshash ta'tir tashviqotlar va ayolning chechi uzun, aqli qisqa degandek nodonlarcha qarashlar jamiyatga yamrab ketdi. Qisqasi, ayollarga Qur'on Karim va sunnat ato qilgan haq, huquq va e'tiborlar ulardan tortib olindi. Shuning bilan ayollar bilimsiz, ma'rifatsiz qoldirildi. Ularning qo'lida cho'ng bo'lgan farzandlarmi onalarga o'xshashla nodon, bilimsiz va irodasiz bo'lib o'sdi. Natijada bir butun millat, ya'ni Uyg'ur millati bugungi echinishli kunga kelib, boshqalarning oldida xorliqqa va ojizlikqa mahkum bo'ldi. Bizning hozirgi Uyg'ur jamiyatimizda har qanday odam degudak o'zini komil musulmon deb biladi. Amaliyotda nurg'un kishilar kichikida oila tarbiyasining yetarsiz bo'lganligi tufaylidan bir musulmon sifatida bilishga tegishli nurg'un muhim bilimlardan bexabar o'sganligini hech qachon his qila olmaydi. Buni falsafada murakkab nodonlik deymiz. Ya'ni o'zining bilmaydiganligini bilmaydigan qo'sh nodonlik. Ammo oila tarbiyasi joyida bo'lgan, kichikidan tortib aqida, iymon, axloq, halol, harom va adab qoidalarini o'ziga sudek singdirib cho'ng bo'lgan kishilarning turqidilla ularning ichki dunyosining mo'lligi, o'ziga bo'lgan ishonchi va ma'naviy kapolatga ega ekanligi mana deb chiqib turadi. Janob Alloh taolo bizni ashundoq kamolatli kishilarning qatoridan qilg'ay. Meni yetishtirgan va ruhiyatimni uyg'otgan kishimi bir ayol. U bo'lsa-mu mening suyumli marhuma onam edi.
O medrese hayotidan bevosita turmush hayotiga yo'tkalgan, o'rganganlarini oilasida amaliyotga aylantirib, bir ko'rsatgan haqiqiy diyonatlik va go'zal axloqli bir ayol edi. Butkul ailemizga va qo'shnilarga ulgu edi. Tilim chiqib bir narsalarni deyishni o'rgangan chig'imdila menga hammadan avval kelima shahodatni o'rgatib, og'zimga iymon urug'ini solgan kishi dal ashu onam edi. Men 6 yoshga kirgan chig'imda qo'limdan yetilab, nariqi ko'chadagi Oyshamxon xalifamga Qur'on o'qishga olib bergan kishim ashu onam edi. Menga Qur'on o'qishni, kitob o'qishni, namozni va inson bo'lishning adab axloqini o'rgatgan tunji ustozim ashu Oyshamxon xalifam ismli bir ayol ustoz edi. Rahmatli ustozim bütün ömrünü yosh o'smirlarni o'qitish, qiz ayollarga dars berish va ularni tarbiyalash ishlariga atib etgan. Bu yo'lda hech yatliq bo'lmay o'tgan taqvodor bir ulamo ayol edi. Men o'qiyotganda yeshi 70 dan oshgan bo'lsa-mu, ammo tinisoq, zirak va g'ayratli bir mo'may edi. Mening bilishimcha u bola o'qitdi degan ayblash bilan bir qancha qatim turmalarga yetib chiqqan edi. Men bu tunji ustozimni nurg'unlagan dangliq ulamalarga tan qilmayman. Ana vatanimda mushundaq nom nishonsiz unutilib ketgan, ammo millatning ma'naviyatini qo'g'dash uchun jimjit xizmat qilgan Oyshamxon xaliflardan yüzligen, hatta minglığanları barlıqıga çokum işinimen. Navada Pekir'nin hazırıcı kolga keltirgen az dolu emgeklerimni bir netice dep qaralsa, şu neticeni kolga keltirishimde bana ümit ve medet bolgan, meni qo'llab yardım qilgan, men ve perzentlerim üçün Checheni süpürge qo'lini qadoq qilgan kishi yanıla mening ayolim. Demek, ayollarning roli intayin çok, onu hergizmi adli sanashga bo'lmaydi. Bizning tariximizda Nuzugum, İparxon, Rizvangul, 7 qizlarimga o'xshash yüzligen, minglığan qahramon qiz ayollar xalqimizning qalbida mangu abid bo'lib saqlanib kelgandek, yaqinqi zaman tariximizda Allah yo'liga o'zini atagan yosh avlodlarni diniy va milliy ong bilan tarbiyalashda katta natijalarni qo'lga keltirgan, bu yo'lda şehit bo'lgan sansızlıgan qiz ayollarimiz xalqimizning qalbida yashnamoqda. Ana vatanimizning shahar va yezlarining har bir mahallasida o'qitish ishlarini elib boradigan, buyum deb hurmat bilan atiladigan ulamo ayollar bor edi. Ular nihoyat jangovar, nihoyat tirishchan edi. Hatto nurg'un erlarga nisbatan texmi qo'rqmas, texmi botir edi. Bu buyumlarning diniy xizmatlari ulamolarninkidan hargizmi kam emas edi. Hatta ular millatning tunji muallimi bo'lgan onalarni bevosita tarbiyalaydigan bo'lg'achqa, ularning ta'siri texmi cho'nqur va uzun muddatli bo'lgan edi. Hozir mushu davrda ana vatanimizda erler bilan o'xshashlar jafo mushaqqat tortayotgan, zindonlarga qamalgan, hatto shahid qilingan ayol ulamolarimiz, ayol ziyolilarimiz, ayol yozuvchilarimiz oz emas. Afsuski bizning Uyg'ur jamiyatimizda faqat erlarningla botirligi, qahramonligi va xizmatlari ko'p so'zlanadi va yoziladi. Ammo shu erlar bilan bir safda turib xizmat qilgan, o'xshash qismatlarga duchor bo'lgan, hatto texmi og'ir badallantirilgan qahramon Uyg'ur onalari haqida ko'pincha sukut qilinadi. Meningcha bu ahvol ayollarni jamiyatdan chetga qiqishdan iborat uzun yillik qaloqlikning ichinishlik mahsuli bo'lishi mumkin. Agar shundoq bo'lmasa, nima uchun Allah Taola'nın diniga xizmat qilgan, asrlardan beri millatimizning onalarini yetishtirgan, erlarga o'xshashlar zindonlarga tashlangan va shahid bo'lgan qahramon onalarimizni, ojiz singillarimizni tilga olib, ularning shonliq iznolarini avlodlarimizga ulgu qilib ko'rsatmaymiz? Unutmaslik kerakki, tarixni to'g'ri yozish, haqiqatni e'tirof qilish kelgusini yaratishning birinchi qadamidir. Allah hammamizni to'g'ri ishlarga muvaffaq qilsin. Amin.